Maktab qabulida o'tirganimizda ota-onalarning eng ko'p olib keladigan muammolari farzandlariga, ya'ni muammolardan biri bu farzandimning qobiliyatini bilmayman. Kim qilsam ekan kasbini kelajakda, qaysi sohadan ketsa ekan, ikkilanamiz. O'zi ham bilmaydi, biz ham bilmaymiz degan savol bo'ladi. Bugungi videomizda sizlar bilan farzandimizning qobiliyatini qanaqa qilib kashf qilishimiz mumkinligi, uni topishga qanaqa usullar ishlatishimiz kerakligi, qaysi sohalarga yo'naltirishimiz kerakligi va biz maktabda buning uchun nima ishlar qilinayotgani haqida gaplashamiz. Bu videoni boshlashdan avval o'tgan galgi videomiz haqida ham eslatib o'tmoqchiman. Biz o'tda farzandlarimizga qanaqa qilib chiroyli muhit yaratib berish haqida va bolalarimiz katta bo'layotganda unga qilishimiz mumkin bo'lgan eng katta yaxshiligimiz aynan shuligi haqida gaplashgandik. Bugungi videomiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, boshladik. Xo'p, qobiliyat nima degani o'zi? Qobiliyat bola qabul qildi degani. Ya'ni o'zida bor bir ish degani. Ya'ni qila oladigan ishi degani. Bir odam ruchkada, qog'ozda yozayotgan bo'lsa, demak uni yozishga qobiliyati bor. Gapirayotgan bo'lsa, gapirishga qobiliyati bor. Musiqada qanaqadir asbobda chalayotgan bo'lsa, shunga qobiliyati bo'ladi demak. Yoki bir narsa yasayotgan bo'lsa, robotlarni yig'ib, ayni shunga qobiliyati bor deymiz. Ya'ni qo'lidan kelishi bir narsani va yaxshi kelishi va u qo'lidan kelgan narsani odamlar qabul qilishi qobiliyat bo'ladi. Va farzandlarimizni biz qobiliyatiga qarab yo'naltirsak, ana shundagina biz uni kelajakda foydali inson bo'lishini, kerakli inson bo'lishini ta'minlay olamiz. Zero ota-onalar bilan gaplashar ekanmiz, eng birinchi talablari aytishadiki, bolam ertaga katta bo'lganda jamiyatga kerakli odam bo'lsin, foydali odam bo'lsin deyishadi. Ya'ni avvalo shunda u o'ziga foyda olib keladi, atrofdagilarga, ota-onasiga, millatiga foyda olib keladigan odam bo'ladi. Kerakli odam bo'lsin. Kerakli odam bo'lish uchun odam o'zini qobiliyatidagi narsani qilish kerak. Misol uchun mendan hozir musiqa asbob childirma chalib pul topgan desangiz, men bu ishni qila olmayman. Yoki operatsiya qilib, jarrohlik qilib qilgan desangiz, bu narsada men qobiliyatim yo'q. Odamlarga foyda emas, zarar berib qo'yaman. Yoki bino qurgan, g'isht tergan yoki o'sha binoni loyihalagan desangiz, men bu narsada shaxsan o'zim xato qilib qo'yaman, zarar berib qo'yaman. Lekin bolalarni o'qitib bergan, bir narsani o'rgatgan yoki o'qitadigan jamoa yig'igan yoki maktab bog'cha ochgan desangiz, foyda berish ehtimolimiz baland bo'ladi. Zarar berish ehtimolingizdan ko'ra. Endi mana shu narsada qobiliyat bo'yicha yo'naltirilganda odam o'zini eng katta foydasini bera oladi. O'zi maza qiladi. Maslow piramidasi bo'yicha bilamiz, bir nechta qatlam bor. Odam o'zini xavfsiz his qilish kerak, qorni to'q bo'lish kerak, kerakli his qilish kerak, sovuqdan himoyalangan bo'lish kerak. O'shaning eng yuqori qismida o'zini kerakli his qilish turadi. Eng yuqori qismida, ya'ni odam hayotini qachon to'liq yashayapman deb biladi, qachonki u men jamiyatga kerakman, men odamlarga kerakman, men ishim odamlar qadrlaydi, men ishim orqali o'zgarishlar bo'lyapti degan joyda odamlar o'zini juda ham yaxshi his qiladi. Shuning uchun ham tadqiqot bor, eng uzoq umr ko'ruvchi kasb egalari bu maktab o'qituvchilari hisoblanadi. Ya'ni 1-sinfdan 11-sinfgacha dars beruvchi o'qituvchilar eng uzoq umr ko'ruvchi kasb egalari. O'rtacha yoshi ularning 82-89 yosh. Ya'ni juda uzoq umr ko'rishadi va maktab direktorlari ham. Hammamiz tanisak kerak, 80-90 yoshga chiqib hali ham ishlab yurgan maktab o'qituvchilarini, maktab direktorlarini. Nimaga desa, chunki bir odam kerakligini his qilib tursa, uni ichida hayot qaynaydi. Qanchamiz ko'rganmiz, odamlar nafaqaga chiqadi va birdaniga kasal bo'lishni boshlaydi. Odam kerak emas his qilsa o'zini birdaniga sog'lig'i ham pastga qarab ketishni boshlaydi. Shuning uchun ham kerakli inson bo'lish, shunaqa inson chiqarish bizni maktabimizning missiyasi. Ya'ni bizning maktabimizning missiyasi butun dunyoga kerakli odamni chiqarish. Kerakli degani bu nima degani? Odamlarning muammosini hal qila oladi degani. Odamlarning muammosini hal qila olish uchun u tabiiy qo'lidan ish zo'r kelish kerak. TED Talk, ya'ni TED degan ma'ruzalar platformasi bor. O'sha yerda eng ko'p ko'rilgan videoga e'tibor bersangiz, Ken Iversonning videosi, o'sha videoda keltirilgan hikoya bu o'sha iqtidori bo'yicha yo'naltirilgan qiz hikoyasi. Ya'ni u qizga matematika, fizika, boshqa fanlarni o'qitmoqchi bo'lishadi, lekin u qizning iqtidori bo'ladi, musiqaga iqtidori bo'ladi va shu iqtidori bo'yicha onasi yo'naltiradi va dunyoga mashhur musiqachi va raqqos bo'lib yetishadi. Bu bir iqtidor bo'yicha yo'naltirganda inson bir yo'lda depressiyaga tushgan, o'zini kerak emas his qiladigan bir odam bo'lishi, boshqa tomonda butun dunyoga kerakli odam bo'lishi haqidagi bir misolni ko'rsatadi. Shuning uchun ham qobiliyat topish muhim. Shuning uchun ham bolamiz nimada zo'rligini bilishimiz kerak. Endi buni usullari qanaqa? Nima qilamiz degan savol hamma ota-onalarni qiynaydi, bizni ham qiynaydi. Avvalo 1-sinfdan 4-sinfgacha
7 yoshdan 11-12 yoshgacha bolani iqtidorini topib, bo'ldi, mana shu yo'nalishda ketadi deyish bizning tajribamizda vohli bo'ladi. Ya'ni agar bola o'zini hali bu paytda ko'rsatmagan bo'lsa, robotlarga qiziqib yoki matematikaga qiziqib yoki tilga qiziqib yoki ITga qiziqib ketmagan bo'lsa, bo'ldi, sen mana shu bo'lasan deb turib uni qotirib qo'ymaslik kerak bo'ladi. Bu yoshda bolaga fundamental fanlarni o'rgatishimiz kerak. Savod chiqarishimiz kerak. Savod 4 ta yo'nalishda bo'ladi. Birinchi yo'nalish bu harflar savodi. Bola harf tanish kerak, matn o'qish kerak, uni tushunish kerak. Keyingisi raqam savodi. Numeratsiya deymiz. Ko'paytirish, bo'lish, ayirish, kasrlarni bilish kerak boshlang'ich o'zida. Uchinchisi borliq savodi. Atrofdagi narsalarni bilish kerak. Ya'ni bu oy, bu quyosh, bu sayyora bunaqa yuribdi, yulduzlar bu yerdan chiqadi, fasllar bunaqa almashadi, atom molekulalarni bilish kerak. Bu jamiyat savodi. Ya'ni bu jamiyatda yashab turgan jamiyatda va insonlar jamiyatida o'zini qanaqa tutish kerak, qanaqa kasblarga yo'llash kerak, odamlar bilan qanaqa muomala qilinadi, muammo bo'lganda nima qilish kerak, xato qilib qo'yganda qanaqa qarorlar qabul qilish kerak. Boshlang'ichda asosiy mana shu muammolarni biz, ya'ni mana shu ishlarni hal qilishimiz kerak. Mana shu orqali 5K rivojlanadi. Critical thinking, communicative skills, ya'ni tanqidiy o'ylash, kreativ fikrlash, boshqa bilan gaplash, undan tashqari jamiyatga moslashish ko'nikmalari mana shu aytgan narsalarimizni o'rganganda keyin o'zi rivojlanadi. Endi shuning uchun ham birinchi sinfdan bo'ldi, bu doktor bo'ladi, bo'ldi, ximiya, biologiya hali vohli, ximiyalik unaqa narsa. Yo bo'ldi, bu ITga ketdi, kompyuter, faqat kompyuter olib ber. Ha, agar ko'rsatgan bo'lsa yoshligidan, ya'ni birinchi ikkinchi sinfdan dasturlar yasab shunga berilayotgan bo'lsa, sizga gap yo'q. Bo'lsa bergan yaxshi. Lekin ko'rsatmayotgan bo'lsa, majburlab qilmagan yaxshi. Bolani o'zida iqtidor bo'lsa beramiz. Endi 5-sinfdan 8-sinfgacha va o'zi 1-sinfdan ham boshlash kerak. Hamma narsani qilishga qo'yib berish kerak bolaga. Hamma narsani. Demak, 3 oy robototexnikaga borib ko'rsin. 2 oy shaxmatga borib ko'rsin. Yana qanchadir vaqt chizmachilik darslariga borib ko'rsin. Yana qanchadir 3 oy, 4 oy, 5 oy borib ko'rsin matematika to'garaklariga, borib ko'rsin fizik, muhandislik to'garaklariga. Hamma narsaga berib ko'ramiz bolalarimizni. Bu sinov payti. Aynan shuning uchun ham biz maktabimizda 5-8-sinfda hamma fanni majburlab yaxshi o'qitamiz, hamma fandan eng oxirgi eng zo'r ustozlarni olib kelganmiz. Ya'ni fizikadan ham, ximiyadan ham, matematikadan ham, tarixdan ham aynan shu sohada bola oxirgacha ketaman desa, shu sohani oxirgacha bora oladigan va oxirgacha tushunadigan, magistraturani tugatgan, PhD qilgan shu sohada til biladigan o'qituvchilarni olib kelganmiz, laboratoriyalar qilib berganmiz bolalarga. Nimaga? Mabodo kimyoga qiziqib qolsa, shuni o'qituvchi tushuntirib bera olsin. Yo'q, bu maktab mavzusida yo'q, men senga bu savolga javob bera olmayman demasin degan ma'noda shu o'qituvchilarni olib kelganmiz. Endi hamma fanga yo'naltirib ko'rdik. Mana endi bolani kuzatamiz. Kuzatganda bu nima desa, qobiliyat qanaqa? Ya'ni o'sha 10 ta bola bor bo'lsa guruhda, qobiliyatda bolamiz o to'pda turibdimi, to'p 3 talikdami, eng zo'rimi? Buni o'zidan ham so'rasak bo'ladi. Bolam, nima deb o'ylaysan? Odamlar nimani eplay olmaydi, saningcha? Mana bu qobiliyatlarni zo'r ochib beradi. Nimani eplay olmaydi odamlar, nima deb o'ylaysan desa, o'zingizning qobiliyatingiz mana agar mabodo yashirin qobiliyatlaringizni topmoqchi bo'lsangiz ham, xuddi shuni mana shunaqa topsangiz bo'ladi. Meni nazdimda misol uchun odamlar matn yozishni eplay olmaydi. Demak, menda matn yozish qobiliyati bor. Yoki kameraga gapirganda hammani qiynalganini ko'raman men. Bittada gapirib ketisha olmaydi. Ikkilanishadi, duduqlanishadi, hayajonlanishadi. Demak, menda kameraga gapirish qobiliyati bor ekan. Keyin kapitan bo'lish yoki sardor bo'lish, jamoa lideri bo'lishni eplay olmaydi. Ko'pchilik hayajonlanib qoladi, ikkilanadi, qaror bera olmaydi. Odamlar qila olmaydi, shuni degan xayol o'tadi menda. Demak, menda shunday qobiliyat bor ekan. Shunaqa qilib bilaman. Siz ham o'zingizda va farzandingizda shunaqa qilib qobiliyatni bilsangiz bo'ladi. Bolam, nima deb o'ylaysan? Sinfdoshlaring, o'rtoqlaring, mahalladagilar, qarindoshlarimiz bolalar nimalarni eplay olmaydi? Misol uchun mana shu yigitimizdan so'rasangiz, video otgan yigitimizdan kreativlikni eplay olmaydi. Chiroq qo'yishni bilishmaydi yoki mana buni taxlash, mana buni qarang, olgan narsasini videosini deyishi mumkin. Yoki birorta o'qituvchidan so'rasangiz, bir mavzuni tushuntirishni bilishmaydi. O'zi zo'r biladi, tushuntira olmaydi. Bu gap bilishda emas, gap tushuntirishda deb aytishadi. Yoki shifokordan so'rasangiz, odamlar eslab qola olmaydi. Bitta oddiy narsa-ku, shuni eslab qol deydi, xotirasi zo'r bo'lsa, xuddi shu narsani aytadi. Ya'ni biz o'zimizning ustunligimizni ko'rmaymiz. Qiyin. Odam o'ziga baho berishi juda ham qiyin. Shuning uchun kimdir bizni chiroyli desa xursand bo'lib ketamiz, xunuk desa xafa bo'lib ketamiz. O'zimiz chiroyli, xunuk degan bilan o'zimizda hech narsa o'zgarmaydi-ku. Nega xafa xunuk bo'lamiz? Chunki biz o'zimizni qanaqaligimizni aslida bila olmaymiz. Ya'ni bizda subyektiv yondashuv bo'lgani uchun qobiliyatlarni xuddi shunaqa boshqalarga solishtirib topamiz. O'zimizdan so'raylik, farzandimizdan so'raylik. Bolam, nima deb o'ylaysan? Qaysi narsada odamlar tabdila qilib tashishadi? Bo'ldi.
Nimada zo'rsan deb so'ramang, o'zi bilmaydi. Bu savol javob. Robot yasolmaydi odamlar. Mana qanday bir ulaysiz, Arduino'da dastur yozasiz, bo'ldi, borib o'sha robot yutadi, bo'ldi. Demak, odamimizda iqtidor bor ekan. Fizika juda oddiy narsa, odamlar tushunmaydi dedimi? Demak, mana shu narsa u sizni farzandingizning qobiliyati. Endi bu narsa kashf bo'lishi uchun avvalo o'sha narsaga biz uni olib borishimiz kerak bo'ladi. Boshida yo'q deyish mumkin. Bizning maktabimizga ham bolalar kelib qoladi. Futbolist bo'laman degan, futbolchi bo'laman degan bolalar yoki mana konservatoriyadan keldi bolalar, ya'ni musiqachi bo'laman degan bolalar o'tmishda har xil joylardan kelishadi. Ular avvalda xohlamaganlar ham bor maktabimizga kelishni. Lekin men aytaman ota-onaga, iltimos, agar sizlar xohlayotgan bo'lsanglar va maktabda bola 2-3 kun o'qib ko'rgandan keyin sinfdoshlari yoqqan bo'lsa, o'qib ko'rsin, 1 yil tur beringlar. 1 yil sabr qilaylik hammamiz. Va 1 yildan keyin ko'raylik nima bo'lar ekan. Ya'ni bolamizni 3 oydan 6 oygacha qiyinroq mavzular bo'ladigan bo'lsa, 1 yilgacha majburlashimiz kerak bo'ladi. Bolam shu narsani qilgin, matematikani o'qigin, 1 yil bo'ldi, u yog'iga majburlamayman. Shu ingliz tiliga borgin, 6 oy, u yog'iga majburlamayman. Shu ITni 3 oy boshiga kirgin, lekin boshida majburlashimiz kerak bo'ladi. Majburlash deganda qanaqa? Qiziqmasa ham qildirish degani. Bu yoqdagi videomizga havola berib ketamiz. Bolani qanaqa motivatsiya qilamiz, ruhlantiramiz degan videoga. O'sha yerda batafsil tushuntirganmiz, qaysi metodlar bilan bolani ruhlantirishimiz mumkin. Sovg'a berishimiz mumkin, yaqin inson orqali yettirishimiz mumkin. Chunki har xil sabablar keltirib qiziqtirishimiz mumkin, ya'ni suhbat bilan. Lekin mana shu ishni o'zi xohlamasa ham, qiziqmasa ham qildirib ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni masalan borib ko'r, 3 oy borib ko'r, qanaqa bo'lar ekan. 3 oydan keyin boyga savollar bersak bo'ladi. Nima deysan? Boshqalar shu ishni eplay olmayaptimi, lekin sen eplay olsam, ha degan bo'lsa, demak bu narsada umid bor. Keyin o'qituvchisidan albatta so'raymiz. O'qituvchisi ham o'zini sohasidagi qobiliyati bor odamlarni bittada biladi. Ha, buni qobiliyati bor. Bu butun bu tortib ketadi bizni sohani deb aytadi. Shuning uchun ham biz shunaqa ayta oladigan o'qituvchilarni olganmiz. Ya'ni universitetda dars bera oladi, ko'p domlalarimiz, ko'p o'qituvchilarimiz universitetda dars bera oladi. Lekin maktabda dars berishni tanlashdi. Biz endi universitet oyligini berganimiz uchun bo'lsa kerak, aynan o'sha o'qituvchilarimizga. Nimaga desa, chunki bu sohani oxirigacha borgan odamlar bolaga yo'nalish berib qiziqtirib ko'ra oladi, universitet darajasidagi odamlar. Endi yana bitta yo'li, mana qaysi biriga ketishni bilmadingiz va bolangiz 10-sinf bo'lib qoldi, vaqt kam, universitet tanlash kerak. Endi avlodimizga ham qarasak bo'ladi. Ya'ni bizda, avlodimizda, ajdodlarimizda kimlar o'tgan? Kimlardir savdogarlar, shifokorlar, hunarmandlar, har xil holatlar o'tgan. Va birinchi bo'lib mana shu sohalardan bolalarimizni sinab ko'rishni boshlashimiz mumkin. Aynan yuqori sinf bolalarga, 8, 9, 10-sinf bolalarga agar vaqtimiz oz qolgan bo'lsa, o'zimizga yaqin turgan sohalardan boshlashimiz mumkin. Ya'ni palonchi o'qituvchi yoniga borib shogird bo'lib, assistent bo'lib, yordamchi bo'lib yurib ko'r. Kimdir mana kechagi o'quvchimiz keldi, amakisi stomatolog ekan. Men aytdim, birinchi bo'lib stomatolog yonida yursin, 3 oy yonida yursin dedim. Qiziqmaydi-ku dedi. Xuddi shu gapni aytdim. Majburlang, qiziqtiring, 3 oy masjidga bording, amakisini yonida yursin. Mashhur fizik Feynmanning gapi bor. Nobel olgan, u aytadiki, istalgan sohaga chuqurroq kirsangiz, albatta u qiziq. Qiziqmas sohani o'zi yo'q deydi. Biz shunchaki chuqurroq kirmaymiz. Biz yaxshi tushunmaymiz. Istalgan narsani yaxshi tushunsangiz, qo'lingizdan kelishni boshlasa, o'sha narsada qobiliyatingiz paydo bo'lishni boshlasa, qiziqishingiz paydo bo'lishini ko'rasiz. Demak, men o'sha qizga aytdim, bor, amakingizga borib stomatolog bo'lib yonida yuring dedim. 3 oy o'tda yuring. Keyin yana bitta agar professor amakilari yoki tog'alari yoki do'stlari bo'ladigan bo'lsa, o'tda yurish kerak. Ozgina qurilishda yurish mumkin. Va yana bir o'quvchimiz, bitiruvchimizga aytdim. Hech sohamni topa olmayapman dedi. Men aytdim, adingiz nima ish qiladi dedim. Adam qurilishda binolar quradi dedi. Adingizga yordamchi bo'ling dedim. Ustalarni boshqaring. Qurilish materiallarini, narxlarini farqlang. Binoni nimadan qursa bo'ladi, shuni hisoblab chiqing, chizmalarini chizing dedim. Qiziqmayman, moliyaga borsammikin boshqami dedi. Borib ko'ring, birinchi ishlang, yoningizdagi narsa bu. Otangiz qilib kelayotgan va muvaffaqiyatli qilib kelayotgan ish. Borib ko'ring avval. 3 oy, 6 oy, 4 oy qanchadir vaqt bering, keyin o'ylaylik. Keyin fikr xulosa qilaylik dedim. Oxirgi marta endi o'zimizda bitirib ketib bo'ldi u bola. Ukasi bilan gaplashib qoldim. Aytdiki, akam adam bilan ketadigan bo'ldi dedi. Bilmadim men aytgan ishni qildim yo'qmi, lekin oxirgi gaplashganimda, ha, otamni ishini davom ettiradigan bo'ldi, qiziqdi, yoqyapti dedi. Ya'ni avlodlarimiz, ajdodlarimizga qaraylik. Men aylandim, o'girildim, do'konda sotuvchi bo'lib ko'rdim o'zim hamda endi. Do'konda sotuvchi bo'lib ko'rdim, qurilishda ishlab ko'rdim, har xil sohalarni qilib ko'rdim, boshqaruvchi bo'lib ko'rdim. Oxiri mana ta'limda to'xtadim o'qituvchilikka.
Dodamiz emas, buvimiz o'qituvchilar, onamiz o'qituvchilar, ya'ni avlodlarimizda o'qituvchilar bor. Baribir shunga shu sohaga tortdi. Chunki o'qituvchilik qilib kelayotganlarini eshitardik, ko'rardik, o'sha daftarlarga ko'zimiz tushardi, o'quvchilar bilan qanaqa gaplashganlarini aytib berardilar. Yoshligimizdan shu narsa shakllanib qolgan edi. Va bu bolalarimizga qobiliyat beradi. Qobiliyat bu aynan genda bo'lish shart emas. Qobiliyat bu qarindoshlarimizga bor imkoniyatlar ham qobiliyat. Ya'ni kimdir moliyachi bo'ladigan bo'lsa, uni farzandidan moliyachi chiqish ehtimoli juda baland bo'ladi. Chunki uyda ham o'sha mavzularni ota gaplashadi, bolasida o'sha mavzularda yaxshi maslahatlar bera oladi. Bu aytyapman, yana albatta oshpazni bolasi oshpaz, moliyachini bolasi moliyachi, buxgalterniki buxgalter bo'lish kerak degan emas. Yo'q. Shunchaki agar vaqt kam qolgan bo'lsa, 2-3 yilgina qoldi, lekin tez iqtidorimizni topishimiz kerak. 10 ta narsani sinab ko'ra olmayman, 3 oy to'garakka bera olmayman degan ota-onalarimiz bo'lsa, birinchi demak o'zimizni yonimizdagilardan boshlash. O'zimizni yoninglardan. Endi hali ham aniqlay olmadim. U bolam 11-sinf bo'ldi. Menda shunaqa bitiruvchilarimiz bor bizda mana. Ko'p emas, lekin bor. 11-sinf bo'lishdi va meni oldimga kelishdi. Aziz aka, men hali ham yo'limni topa olmadim. Qaysi fakultetga kirishni bilmayapman. Qaysi yo'nalishga ketishni bilmayapman. Hamma narsa birdek qiziqdek tuyulyapti va hamma narsa qila olaman deb o'ylayapman. Bu Barry Schwartzning o'sha nazariyasi bor. Paradox of choice deydi. Ya'ni tanlov paradoksiga borib taqaladi. Tanlov qancha ko'p bo'lsa, odam shuncha ikkilanib qoladi. Ya'ni o'zi ikkita kasb bor. Mana shundan bittasi bo'lasan desa, odamda tanlab ketaveradi. Lekin agar 20 ta kasb hammasini qila olasan desa, voy unaqa qilsam ekan, voy men buni hayoti zo'r ekan, bu yerda oylik ko'proq ekan, bu yerda dunyoni keza olar ekanman, bu yerda ko'proq dam ola olar ekanman, bu yerda uydan o'tirib ishlasam bo'lar ekan deb odam ikkilanib qoladi. Bu tabiiy holat. Shuning uchun bu holatda nima qilish kerak? Men bu holatda bolalarga tavsiya qilaman. 5 dona fakultetni va shu keng fakultetlar bular. Keng fakultetlar. Shu fakultetlarga borsang deyman. Kelajakda iqtidoring boshqa sohada bo'lsa ham, bu yerda o'qigan biliming albatta senga yordam beradi deyman. Albatta, hozir ham bitta bitiruvchimiz bilan xuddi shu mavzuni gaplashdik. U diplomatiya sohasiga ketmoqchi. Men aytdim, bu tor soha. Hali o'zingning yo'nalishingni topmagansan. Yaxshi deb o'ylab ketyapsan. Ota-ona avlodda yo'q. Mana bu 5 ta keng sohani tanlaylik, diplomatiyani magistraturada o'qib ham ketsang bo'ladi deb. Ya'ni bu keng sohalar qaysi? Bittasi huquq sohasi. Hamma joyda huquqimizni bilishimiz, qonunni yaxshi tushunishimiz yordam beradi. Ishlayotganimizda ham, hamkorlik qilayotganimizda ham, biznes boshlaganimizda ham. Keyingi soha bu moliya sohasi. Moliyaviy hisob-kitob, moliyadan hayotimiz iborat. Hamma narsa pul bilan bog'liq. Biznes boshlaganimizda ham, boshliq bo'lganimizda ham, menejer bo'lganimizda ham hamma joyda moliya kerak bo'ladi. Tabiiyki, sohadan ketsak, aniq shu sohada moliyachi bo'lib ishlay olamiz. Men hozir mabodo shu sohadan ketmasak ham degan ma'noni aytyapman. 3-sohamiz bu tabiiy fanlar yoki ilm sohasi, ulum deymiz, sciencelar. Bu o'sha kimyo bo'lishi mumkin, fizika bo'lishi mumkin, biologiya bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Chunki bu atrof muhitimiz. Atrof muhit qanaqa ishlashini tushungan insonlar bu atrof muhitda yaxshi qarorlar, to'g'ri qarorlar chiqarish oladi. Keyingi soha bu tibbiyot. Men o'zim ham tibbiyotni bitirganman. Farzandlarimizga, nevaralarimizga, o'zimizning sog'lig'imizga qarashda va o'zi umumiy tibbiy fikrlashda eng ko'p yordam beradigan ma'lumotlardan bittasi va oxirgisi muhandislik fakultetlari. Bu narsalarni qanaqa qurishni o'rgatadi. Dasturiy muhandislik bo'lishi mumkin, mexanik muhandislik bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yo'nalish ham hozirgi zamonamizdagi binolar qanaqa quriladi, robotlar qanaqa quriladi, shuni o'rgatadi va buni tushungan odam istalgan sohani eplab keta oladi, istalgan sohada biznes qura oladi. Shuning uchun ham agar ikkilanayotgan bo'lsa, mana shu sohalardan tanlaydi. Kelajakda istalgan yo'nalishga ketaverasizlar deyman. Keng-da bu, chunki keng. Bemalol iqtisodchi ham bo'lib ketaverasiz, diplomat ham bo'lib ketaverasiz, yurist ham bo'lib ketaverasiz. Ya'ni birortasini tanlasangiz. Mana bu jarayonda bola iqtidor topadi va oxirgi tavsiyamiz iqtidor topishda yoki qobiliyat topishda umuman statusga e'tibor bermaslik. Ya'ni maqomga e'tibor bermaslik. Mana bu ishni obro'si zo'r, bu yerda yaxshi pul to'lashadi deyish. Bilasizmi? Mashina tuzatadigan odamlar bor, men taniyman, tanishlarim orasida 30 million, 35 million, 40 million topishadi. Ya'ni hozirgi holatda bu bilmayman, sudyalar shuncha topsa kerak, misol uchun. Yoki men shunaqa odamlarni taniyman. Ular muzlatgich tuzatishadi, lekin 20 million, 30 million, 40 million topishadi. Shunaqa odamlarni taniyman, ular haftada 2 kun, 3 kun, 4 kun ishlashadi. Ya'ni har kun ishlamagan holatda, lekin mebel yasashadi va katta tadbirkorlar deb bir xil pul topishadi. Masala nimada? Bu insonlar aytayotganlar ham uzoq muddatdan beri bu ishlarni qilishadi va yaxshi ko'rib qilishadi. Biz qobiliyatimiz bor sohada ishlasak, yaxshi daromad qilamiz va odamlar hurmat qiladi bizga. Kerakli inson bo'lamiz. Odamlar kerakli odamlarni hurmat qiladi. Nima ish qilsak ham, hattoki bir konditsioner tuzatsak ham kerak insonmiz chunki biz. Lekin
qo'limizdan ish kelmasa, oldimizdagi odamni muammosini hal qila olmasak, shifokor bo'lamizmi, yurist bo'lamizmi, insonlar hurmat qilmaydi. Ya'ni keraksiz obro'li kasb egasi bo'lgandan ko'ra, obro'si mayli unaqa zo'r bo'lmas, lekin kerakli odam bo'lsa, o'sha narsa unga obro' olib keladi. Muammosi yo'q buni. Mana shu narsani inobatga olishimiz kerak. Bu narsani nima aytyapman? Millatimizga o'qituvchilar juda ham kerak. Biz ta'lim sohasida bo'lganimiz uchun minglab o'qituvchilarni ko'ramiz va juda kichkina qism foiz. Bizga 4000 ta o'qituvchidan 40 ta o'qituvchi 100 tadan bittani olishga ola olamizda. 99 tasiga отказ, ya'ni inkor beramiz. Nimaga? Chunki mosmaslik ko'ramiz, ya'ni yetishmaydi deb o'ylaymiz. Millatimizga o'qituvchilar juda ham ko'p kerak. Ayniqsa shuni karyera sifatida, butun umr shu ishda ishlayman degan odam sifatida kerak. Mana xususiy maktablar, xususiy universitetlar ko'payyapti. Ular ham 20 million, 25 million mana biz o'zimiz to'laymiz. 30 million, 35 million beradigan maktablarni ham eshitganmiz, bilamiz, taniymiz. Millatimizga juda ham kerak. Lekin obro'si past. Ya'ni bankir, yurist, shifokor, uchuvchi kam obro'si past. Daromadi 2 barobar yuqori bo'lsa ham, 3 barobar yuqori bo'lsa ham, o'qituvchi deganda deb o'qituvchimisiz deb anaqa qilishadi. Ya'ni baribir seziladi odamlarning orasida bu narsani mensimaslik. Lekin kerak. Mana shu yerda lekin zo'r o'qituvchi bo'lsa, men o'zimizni o'qituvchilarimiz misolida ham aytaman, ota-onalar mashinasidan tushib ko'rishadi. Ota-onalar mehmonga chaqirganda to'rga olib borib o'tkazadi. Chunki u farzandini ta'limini beryapti. Ya'ni nima demoqchimanki, kerakli kasb egasi bo'lsin va bola unga qiziqsin. Albatta, qiziqqungacha faqat biz ozgina majburlaylik va hamma narsaga berib ko'raylik. Va qiziqyaptimi, u kasb keraklikmi bolamizga qo'yib beraylik, obro'siga qaramaylik. Mana shularni aytmoqchi edik. Agar videomiz qanchadir ham yordam bera olgan bo'lsa, juda ham xursandmiz. Keyingi videoda ko'rishguncha rahmat.